Qayerdan keldingiz? Tojikistondan Dushanbelardan. Tojikiston Dushanbasidan keldingiz. 10 kun shug'ullandik. Mana bugun 11-kun darsga keldik, to'g'rimi? Ha. Opa, birinchi kuni kelganingizda nima kasalliklaringiz bor uchun kelgan edingiz? Uyqusizlik. Qattiqroq gapiring. Uyqusizlik, vahima. Uyqusizlik, vahima kasalligi, yana nima edi? Asaboniylik. Asabiylashishmi? Grija oyoq qo'llarimizda. Oyoq qo'llarda nima bor edi? Og'riq bor edi grija. Grija qayerda edi? Grija nima? Umurtqadami? Umurtqada edi. Bellaringiz ham og'rirmidi? Yaxshi. Yana nima bor edi? Ichaklarda nima? Hazm bo'lmasdan. Hazm bo'lmasdi. Keyin hojatga chiqish qanaqa edi? Hech bir xil vaqtda 3-4-5 kunda ham. 3-4-5 kunda. Ana endi uyqusizlik necha yildan beri sizni bezovta qilgan edi? 19-20 yil bo'ldi. 19-20 yil. Bu yerga kelganingizdan beri uyqu qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Necha kunda uyqungiz yaxshi bo'ldi? 6-7 kunlar. 6-7 kundan boshlab tiniqib uxlayotgan bo'ldingizmi? Ha. Aha, yana shu ko'pincha uyqusiz bo'lgan odamlarda boshi og'rib turadi, quloq shang'illaydi, shunaqa narsa bormidi? Boshim og'rirdi-yu, quloq uncha shang'illamagan. Sizlar shu quloq shang'illamagan. Mana bosh og'riq qanday bo'ldi? Bosh og'rig'i yaxshi bo'ldi. Og'riyaptimi, og'rimayaptimi? Yo'q, og'rimayapti. Vahima kasal nima bo'ldi? Vahima ham oz yo'qolib ketdi. Necha kunda yo'qoldi vahima kasallik? Vahima kasal 3 kun, 4 kunda, bunday biror nimada bo'lsam, uylarda ham bunday domda o'tiramiz, tualetga borishga ham o'ylardimki, biror o'sha qo'rqaverardim. Svet o'chmasdi, svet pastdan bordi. U vahima kasal necha yildan beri edi? U ham o'sha necha yillardan buyon qo'rqib yurardi. Necha kunda yo'q bo'ldi vahima bu yerga kelganingizda? O'sha ham 4-5 kundan. 4-5 kunda vahima yo'qolib ketdi. Asabiylashish nima bo'ldi? Asabiylash hozir yaxshi. Biror nima, ro'yatim ko'tarilib. Umuman asabiylashmayapsizmi? Yo'q. Hech narsa siz asabiylashish xursand bo'lib yuribman. Kayfiyatingiz ko'tarilganligini bilasizmi? Leninobodga telefon qilyapsizmi? Ha. Leninobod deb ana. Dushanbega telefon qilyapman. Uydagilar nima deyishyapti? Shularga aytyapmanki, yaxshi bo'lib ketdim desam, ular ham xursand bo'lib ketdi. Yaxshi. Bel og'rig'i, grija nima bo'ldi? Ular ham yaxshi ertalab tura olmasdim. Bunday eginib, bunday biror narsani ola olmasdim yerlardan. Hozir o'tirib turib, bunday egnayib, o'zim ham ishlarni qilib yuraman. Namozlarni bemalol o'qiyapsizmi? Ha, o'shani uncha nima qila olmasdim, yaxshi o'qiyapman. Yaxshimi? Ha. Soppa-sog' bo'lib ketdimi bel? Ha, yaxshi. Necha kunda yo'q bo'ldi grija? Grija ham o'sha 3-4 kunda. 3-4 kunda. Oyoqlar og'rirmidi, uvisharmidi, nima edi? Oyog'im tomiram tortishganga o'xshardi, uvishardi ham. Hozir yaxshi. Necha kunda yo'q bo'ldi u? Necha kunda yaxshi bo'ldi? U ham o'sha 3 kundami? 3 kunda yo'q bo'ldi. Ichaklar nima bo'ldi muammosi? Ichaklar yaxshi hozir. Ishtahalar ochilib, ichaklar yaxshi. Ha, o'sha nima bo'lmasdi, uncha hazm bo'lmasmidi? Yo'q, bunday uncha ishtaha yo'q edi. Hozir bunday shoshilib nima bo'lib ketaman. Ishtahalar ochilib, yegiz och qolib ketyapsiz ekanda. Hojatga chiqish qanday bo'ldi? Hojatga chiqish ham yaxshi. Me'yoriga kelib oldimi? Odam dori-darmonsiz sog'ayar ekanmi? Ha. Ko'pchilik aytadi, odamni dori-darmonsiz sog'aytirib bo'lmaydi deydi. Kiymasdan turib, ko'rmasdan turib, o'zi kelgani yo'q, lekin bo'lmaydi, aldoqchisan deydi. Men odamlarni aldar ekanmanmi? Yo'q. Dori-darmonsiz bo'ladi. Bu yerga qatnashmaguncha odamlar tushunadimi men nima ish qilishimni? Yo'q, tushunmas ekan. Hattoki doktorlar biladimi shuni? Yo'q. Agar bilganda siz mana 19-20 yildan beri kasal ekansiz, davni tuzatib bergan bo'lardi, to'g'rimi? Ha. Sizni o'sha Dushanbeda tuzatilmagan uchun shaqa keldingizda. Necha marta davolandingiz kasalxonalarda shuncha yildan beri? O'sha har yil. Har yil. Mana shu postoyanniy salafonlarda dorilarim oldinda turardi. Ovqatdan keyin o'sha 20 yildan buyon dorisiz emasman-da, ukol dori olib yuraman. Oho. Mana hozir soppa-sog'misiz? Ha, xudoga. Sizga dori kerakmi? Yo'q. Mana shunday hozir qo'llaringizni ko'tarib o'ynab bera olasizmi? Ha? Ashula aytdingiz kecha. Ashulalar aytalasak, ana ashulalar qanday aytardi?